Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ayni damda biz Samarqand shahrida joylashgan Bahor MCHga qarashli Makkommal savdo kompleksi hududidamiz. Ushbu savdo kompleksida Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan aholi xavfsizligini ta'minlash, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilayotganligi yuzasidan olib borilgan tekshiruvlar o'tkazildi. Ushbu tekshiruvlarga ko'ra qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanib, tegishli hujjatlarga ko'ra ushbu binoning 3 hamda 4 qavatlarida bo'lgan bolalar maydonchasi, savdo do'konlari hamda oshxonalar faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'lgan qo'pol qoidabuzarliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Sizlar ko'rib turgan mana shu bolalar o'yingohida olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra, bu yerda o'sha vaqtinchalik elektr sim kabellari tortilganligi, o'sha elektr sim kabellarning norma talablari asosida o'rnatilmaganligi holatlari aniqlanib, yong'in keltirib chiqarishi mumkinligi, bu yerga tashrif buyurgan bolalar yoki bo'lmasam tashrif buyuruvchilarning hayotiga xavf borligi inobatga olinib, ushbu ko'rsatib berilgan kamchiliklar bartaraf qilingunga qadar bolalar maydonchasi vaqtinchalik faoliyati to'xtatildi. Mutaxassislar tomonidan ko'rsatib berilgan mana shu kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ushbu bolalar maydonchasi o'z faoliyatini yana davom ettiradi. Ushbu savdo kompleksining 3-qavatida olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra ushbu qavatda mavjud bo'lgan yong'in o'chirish jumragi nosoz holda ekanligi aniqlangan, ya'ni bu yerda bo'lgan o'sha yong'in o'chirish jumraklari suv bilan ta'minlanmaganligi, ya'ni uzluksiz bunga suv bilan ta'minlanmaganlik holati aniqlandi. 3-qavatda olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra avtomatik yong'indan xabar berish moslamalarining nosozligi hamda o'sha savdo do'konlarida yetarli darajada birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan ta'minlanmaganlik holati aniqlanib, bu kamchiliklarni tezda bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga kerakli topshiriqlar berildi. Ushbu savdo kompleksiga bir kunda 1000 dan ortiq fuqarolarning tashrif buyurishi, albatta ushbu fuqarolarning tashriflari davomida xavfsizliklarini ta'minlash, ularning hayoti hamda sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanganligi uchun ushbu savdo kompleksining 3 hamda 4-qavatlarining faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Bu albatta mutaxassislar tomonidan berilgan tavsiyalarga yoki ular tomonidan aytilgan kamchiliklar tezda bartaraf etilgandan so'ng ushbu obyektlarning faoliyati yana davom ettiriladi. 4-qavatda joylashgan bir nechta oshxonalarda bir qator kamchiliklar aniqlanib, bular o'sha yong'inlarni keltirib chiqarishiga, insonlarning hayotiga xavf solishi mumkinligini inobatga olib, bularning faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Ushbu kamchiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu oshxonalarda maishiy gaz ballonlaridan foydalanilayotganligi, kislorod gaz ballonlaridan belgilangan norma talablariga zid ravishda foydalanilayotganligi, elektr va sim kabellarini belgilangan norma talablariga zid ravishda foydalanayotganligi, birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan to'liq ta'minlanmaganligi, yong'indan xabar berish moslamalarining nosozlik holatlari aniqlandi. Bundan tashqari o'sha yong'in yoki favqulodda vaziyat yuzaga kelganda fuqarolarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish uchun elektr tablolar bilan ta'minlanmaganligi holatlari aniqlandi. Kamchiliklarni bartaraf etilgunga qadar ushbu oshxonalarning faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Ushbu tadbirlar davomida sotuvchi hamda xaridorlarga yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish, inson hayoti hamda sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda tezkor harakatlarni amalga oshirish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha eslatma hamda tavsiyalar ham berib borildi. Albatta bu tadbirlarimizdan asosiy maqsad aholini xavfsizligini ta'minlash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishdan iborat.